Yo'qmi, yaxshimisizlar? Biz hozir Sabrinani mashqlarini qildirishga harakat qilyapmiz. Mashqlari juda ham og'riqli. 6 hafta davomida qimirlamasdan yotishi kerak. O'rnidan turishi, yurishi mumkin emas. Tikka holatda turib turishi mumkin. Keyin sal vaqt o'tgandan keyin o'tirishi mumkin. 6 hafta o'rningdan qimirlamaysan. Xo'p, senga qanaqa qilib ovqatlanish hammasini yetishdi, mashqlarni tushuntirishdi, keling qilamiz. Faqat og'riqga chidaymiz, juda ham og'riqli, chunki oyog'ing shu holatda qotib qolgan. Qotib qolgan shu holatda. Endi ochamiz bir. Bir kunda 5-6 marta qilishimiz kerak, 15 martadan deyilgan. Mana bukilmaydi. Endi mantidan ham bosishimiz kerak. Bilamiz, og'riqli. O'riydi. Lekin ayamasligimiz kerak. Tizzasini o'tirib. Ichkariga qaratamiz. Sabrinaga meva tayyorladim. Mandalam chiqar ekan. Umma ish qilmayman de Sabrina. Sabrina mevalar yoqdimi? Çok shirin. Judayam yoqdi. Afiyat olsun. Doktorlarimiz qanaqa? Yaxshi qarashyaptimi? Zo'r doktorlar. Nayş. Yeri boş ver, boş koy. Bas geri. Bunu yapacaksın, tamam? Basıp bırakacaksın.